2026 yil Chevrolet Damas uchun haqiqiy qaytish yili bo'ldi. Ko'pchilik uni oddiy, kamtarona va ishchan avtomobil sifatida biladi, ammo bu safar Damas butunlay yangicha ruhda namoyon bo'ldi. Yana qaytdi degan gap bejiz emas, chunki 2026 yilgi yangi dizayn bilan Chevrolet Damas zamonga moslashgan, ammo o'zining asl xarakterini yo'qotmagan holda qaytib keldi. Bu model hali ham xalq mashinasi, lekin endi ko'rinishi va qulayligi bilan ham e'tiborni tortadi. Tashqi dizayndan boshlasak, yangi Chevrolet Damas avvalgilariga qaraganda ancha zamonaviy ko'rinadi. Old qismi qayta ishlangan bo'lib, faralar yanada aniq va keskin shaklga ega. Radiator panjarasi kengaytirilgan va Chevrolet logotipi yanada yorqinroq ko'rinishda joylashtirilgan. Bamper dizayni soddaligini saqlagan holda biroz agressivlik qo'shilgan. Bu esa avtomobilga yanada ishonchli qiyofa beradi. Yon tomondan qaralganda, tananing chiziqlari tozalangan, eshiklar yanada mustahkam ko'rinadi va umumiy proporsiyalar ancha muvozanatli bo'lib qolgan. Orqa qismi ham e'tibordan chetda qolmagan. Orqa chiroqlar dizayni yangilangan, yukxona eshigi esa yanada qulay ochiladigan qilib ishlangan. Bu ayniqsa yuk tashish bilan shug'ullanadiganlar uchun juda muhim. Damas har doimgidek kichik, ammo ichki hajmi keng bo'lgan avtomobil sifatida qolgan. Shahar ichida ham, tor ko'chalarda ham u o'zini juda qulay his qiladi. Salon ichiga kirganimizda 2026 Chevrolet Damas bizni yoqimli o'zgarishlar bilan kutib oladi. Old panel soddaroq, ammo zamonaviyroq dizaynga ega. Asboblar paneli oqilishi oson, tugmalar joylashuvi esa haydovchi uchun qulay qilib ishlab chiqilgan. O'rindiqlar avvalgiga qaraganda biroz yumshoqroq va uzoq yo'llarda ham charchatmaydi. Ichki materiallar hali ham budjet segmentiga mos, ammo sifat jihatidan ancha yaxshilangan. Texnik tomoniga to'xtalsak, 2026 Damas o'zining ishonchli dvigatel konsepsiyasini saqlab qolgan. Bu avtomobil tezlik yoki sport xarakteri uchun emas, balki kundalik ish va foyda uchun yaratilgan. Yoqilgi sarfi kam, xizmat ko'rsatish oddiy va ehtiyot qismlar ham yonbob. Aynan shu jihatlar Damasni yillar davomida mashhur qilib kelgan va 2026 yilda ham bu an'ana davom etmoqda. Mexanik uzatma aniq ishlaydi va shahar sharoitida boshqaruv juda yengil. Chevrolet Damas 2026 modeli ayniqsa tadbirkorlar, kichik biznes egalari va yuk tashish bilan shug'ullanuvchilar uchun juda qulay variant bo'lib qolmoqda. Bozorlar, do'konlar, yetkazib berish xizmati yoki oilaviy foydalanish uchun ham bu avtomobil o'zini oqlaydi. Uning ixcham o'lchami katta ustunlik, chunki to'xtash joyi topish muammo emas, tor ko'chalardan bemalol o'tadi. Xavfsizlik masalasida ham kichik, ammo muhim yangilanishlar bor. Asosiy xavfsizlik tizimlari saqlanib qolgan, kuzov mustahkamligi yaxshilangan va haydovchi hamda yo'lovchilar uchun kundalik foydalanishda yetarli darajada himoya ta'minlanadi. Bu albatta premium daraja emas, ammo o'z segmenti uchun munosib yechim. Xulosa qilib aytganda, 2026 Chevrolet Damas bu afsonaviy modelning yangi nafas bilan qaytishi. U hali ham oddiy, ishonchli va tejamkor, lekin endi tashqi ko'rinishi va ichki qulayligi bilan zamonaviy talablarga javob beradi. Agar sizga shov-shuv emas, balki real foyda beradigan avtomobil kerak bo'lsa, yangi Damas aynan siz uchun. Yillar o'tadi, modellar almashadi, lekin Chevrolet Damas o'z o'rnini yo'qotmaydi. 2026 yilda esa u yana yo'llarga qaytib, o'z muxlislarini xursand qilishga tayyor.